Agarda bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, miyangiz ichidagi pullar soni yana ham ko'payishiga men yordam beraman. Albatta, hazil o'z yo'liga. Men bu video orqali sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegadigan momentlarda ulashib ketaman. Agarda sizni ham zoliyatingiz o'zingiz xohlaganda ishlamayotgan bo'lsa, buning uchun siqilishni umuman kerak yo'q. Nervini bo'lgan holatda telefonni sindirishgacha borishni umuman kerak yo'q. Shunchaki o'zingizni bo'sh qo'ying va pubga kirganda chustingizni chiroyli qilib to'g'rilab turib, bor e'tiboringizni personajni o'ziga otishga qarating. Kallasiga emas. Kallasiga otaman desangiz o'qingiz yaxshi tegmaydi. Sen bizga aql chiqib turib o'zing kalla otasan-u desangiz adashasiz. Men bu vaziyatda o'zimni bosib olgan holatda personaj chiqsa bo'ldi, otaman degan narsa bo'ldi xolos. Kallasiga tekkizishim kerak, headshot tekkizishim kerak degan narsa bo'lmadi. Agar shu holat bo'lganda men tepaga otardim va u meni o'ldirib ketgan bo'lardi. Bu vaziyatga deyarli hamma tushadi. Ya'ni qochishga harakat qiladi jon aziganda, lekin sapernikka yana qaytadan chiqish kerak. Chunki u bizga moldek push qilyapti va 99% holatda o'ldirasiz, 1% holatda o'lib ketasiz. Bu video orqali men sizga nima demoqchiligimni aniq yetkazib beradigan bo'lsam, headshot tekkizaman degan narsani miyangizdan o'chirib qo'yishingiz kerak. Chunki headshot tekkizaman degan vaqtingiz siz tepaga otasiz va o'qlaringiz sochilib ketadi va sapernik sizni osonlikcha o'ldirib ketadi. Butun e'tiboringizni personajda o'ziga qarating. Headshot tekkizaman degan narsani miyadan o'chirib qo'yib, o'zingizni bo'sh qo'yib o'ynang va zalyotingiz siz o'ylagandek ishlab berishda davom etadi. Aytgancha video yoqqan bo'lsa, bir dona like va follow esdan chiqmasin.